Barchaga assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda shu mashhur bo'lib ketgan Tiggo 9 gibrid mashinasini obzorini qilamiz. Mashinamizning ko'rinishiga keladigan bo'lsak, mashinamizning ko'rinishi juda ham derski bo'ladi. Ushbu mashina shaharda shunaqa suzib yuradi endi. Bu mashinamizning 4 xil rangi bor. Qop-qora rangidan olib shaharda suzib yurishga nima yetsa, aka. Ushbu mashinamizda 7 ta o'rindiqli bo'ladi. Mashinamizning zapas xodi polniy bak benzin to'kdi 1400 kilometrdan oshib yurib beradi. 9 da yursam ham bo'ladimi degan savol sizlarni qiziqtiryapti. Albatta. 9 da ham yursanglar bo'ladi. 9 da 160 kilometrdan oshibroq yursanglar bo'ladi. Mashinamizning oldi 2 ta o'rindig'ida masaji bor. Klimat kontrol 9 zonli bo'ladi bu mashinamizda. Oldi sidinyaga, orqa sidinyalarda abduf abagiriflarigacha ham bor. To'g'ri, boshqa mashinalarga o'xshab katta monitorlari, televizor, boshqa narsalar bo'lmasligi mumkin. Lekin funksionallik bo'yicha, komfort bo'yicha ko'p ancha-muncha mashinani choyini ichirib qo'yadigan avtomobilimiz bo'ladi. Yana bitta zo'r qulayliklardan bittasi shu mashinamizning shopiri sidinyasiga e'tibor bersak agar yaqinroqdan ko'rsataman. Yo'lda ketyapsiz, telefon bo'lib qoldi. Boshqa mashinalarda yo'q funksiya, qimmat inomarkalarda ham yo'q narsa. Bizani mana shu podgolovnikimizda kolonkalari bor. Bemalol ketayotganingizda telefonni ko'tarib qo'yib, salonda faqat o'zingizga eshitiladi gaplashayotganingiz gaplashib, mikrofonlarimiz joylashgan. Bemalol gaplashib ketsangiz bo'ladi. Baqir-chaqir, lishniy ovozsiz. Mashinamizda yana bitta zo'r funksiyasi bor. Oldida Face ID'si bor. Mabodo uzoq yo'lga ketayotganingizda uxlab qolsangiz, mashinamiz o'zi avtomatik yo'lni chetiga olib qo'yadi, avariya bo'lmasligi uchun. Ushbu mashinamizning o'rindiqlari 4 xil tarafga qarab o'zgaradi. Oldiga, orqaga, tepaga, pastga o'zgartirsangiz bo'ladi. Bo'yi past akalarimiz sidinani bemalol balandga ko'tarib olib, katta mashinada katta odamdek ketsanglar bo'ladi. Ushbu mashinamiz akustikasiga keladigan bo'lsak, 14 tadan oshiq Sony kolonkalari joylashtirilgan. O'zida vstroyniy subwooferlarigacha ham bor. Orqa saloniga keladigan bo'lsak, orqa salonimizda o'zini zavodskoy o'zbekchada aytganda pardalari bor. Tonirovka shart emas bu mashinaga bunda olib qaraganingizda. Mashinaning orqa tarafiga kelganimizda o'tirdik. Duxzonli klimat kontrol bu mashinamizda bor. Qaysi mashinada aka, mana shunaqa joylarda даже deflektor bor. Bu mashinamizda bu yoqda, oldi tarafida plus bari bemalol ichimliklaringizni qo'yib ichib ketsangiz bo'ladi. Endi bu mashinamizni orqa tarafiga keladigan bo'lsak, ushbu mashinamizni orqa ko'rinishi juda ham chiroyli ishlab qo'yilgan. Bagajimizni knopkada ochib, knopkada yopiladi. Ushbu mashinamizda bagajnigida, lyukida detskiy rejimlari bor. Nima u desanglar, mashinani tagida odam turgan bo'lsa, bagajning shunda yopilmasdan joyi qaytib ketaveradi. Shu joyi o'zidan 7-o'rindiqlarni yotqizmoqchi bo'lsangiz, lekin mana sidenkalar tegib qolyapti. Ushbu joyda orqa sidenkalarni boshqaradigan knopkalarimiz bor. Bemalol oldiga o'tib, orqaga o'tib, unaqa ortiqcha yurib o'tirmaysizlar. Shu yerda o'zidan orqa o'rindiqlarni boshqarib joylashtirsanglar bo'ladi. Ushbu mashinamiz gibrid hisoblanadi. Endi benzinligi ham bormi desanglar, albatta bor shu mashinamizning benzinligi. 2 litr turbina motor bo'ladi. Xarajati shahar ichida 5,5-6 ta 7 tagacha ham yeydi bu mashinamiz. Bu mashinamizni qanaqa to'lov usullari bilan olaman deb o'ylasangiz, shu savol sizlarni qiziqtirayotgan bo'lsa, bizda 4 xil to'lov usulimiz bor. Naqdga xarid qilsanglar bo'ladi. Leasing, рассрочка va avtokredit. Bizning avtosalonga tashrif buyuringlar. Shu barcha taklif va shartlarni o'zim shaxsan sizlarga qilib beraman. Bir kunning ichida mashina o'zingizning nomingizga chiqazib beraman. Maza qilib yangi mashina haydab ketasizlar.